Kuchli rahbar bo'lish uchun rahbar o'zidan nimani sindirishi kerak? Avvalo kuchli rahbar bo'lish uchun birinchi navbatda o'sha kompaniya egasi kichkinami kattami xodim bilan ishlashni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Ya'ni xodimni o'sha vazifaga mas'ul deb qo'ydimi, uning ishiga hadeb aralashish kerak emas. Ya'ni bundan o'zini tiya olish kerak. Rahbarning vazifasi kerakli joyga kerakli xodimni qo'yish. Uni ichiga kirib aralashish kerak emas. Bizni rahbarlarda qanaqa holat? Bitta buxgalteriyaga aralashmaydi, qolgan hamma yo'nalishga kirib chiqadi. HRga ham, moliyaga ham, dizaynerga ham boradi, bunaqa qarang degan. Misol uchun, sotuv bo'limiga kirgan bunaqa gaplashgan deydi. Marketingga kiradi, bunaqa marketing qilgan. U narsa noto'g'ri. Bitta keys aytib beraman sizga. Biz ishonchda marketing bo'limida ishlaganimizda mijozlarimizga aksiya qilardik. Aksiya qilganimizda unga deylik banner qilasiz yo flyer qilasiz, qanaqadir dizayn qilsangiz, keyin rahbarga olib chiqardik. Rahbar mana shu ko'rib bering, agar ma'qul desangiz, pechat bosib olamiz. Rahbar aytardi, menga olib chiqmanglar buni. Pastga olib kelinglar, misol uchun qo'llovlama aytishyapti, mana shu yerda. Ko'rsatinglar, shu narsani o'qib tushunadi, nimaga va qanaqa aksiya qilayotganini tushunyaptimi? Agar ha desa chiqarib olinglar. Keyin pastga olib tushadida qo'llovlamaga ko'rsatadi. Amak o'qingchi tushunasizmi? Qachon qanaqa aksiya bo'lyapti, sharti qanaqa ekan misol. Buni o'qib ko'rib, men tushunyapman bu desa, olib chiqadi, pechatga beradi. Ya'ni bu birinchidan mikromenejment, ikkinchidan mijozga moslash. Ya'ni hozirgilar ko'pchilik rahbarga yoqish kerak. Rahbarga chiroyli dizayn yoqish kerak, chiroyli qo'shiq qo'yishingiz kerak, chiroyli fon qilishingiz kerak misol uchun. Menimcha ishonch kompaniyasini tez rivojlanib ketishiga asosiy kichkina bo'lsa ham sabablardan bittasi shu mikromenejment va mijozni tushunish.